Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan milliy sertifikat darajasidagi bir qancha masalalarni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Birinchi masala oziq zanjiri bo'yicha. Bizga oziq zanjirida o'simliklar, quyonlar hamda bo'rlar berilgan. Bu oziq zanjirida dastlabki massasini keltirib olamiz. O'simliklarning dastlabki massasi 70 ming kilogramm berilibdi. Qushlarning dastlabki massasi 6 ming kilogramm. Bo'rlarning dastlabki massasi esa 3 ming kilogramm. Endi bu yerda ortgan massasini yozib olamiz. Ortgan massasi 70 ming kilogramm o'simlikda yegan quyonlarning massasi 7 ming kilogrammga ortgan. Bu ortgan massasi 6 ming dastlabki massasi. Jami massasi esa bizaga 13 ming kilogrammni tashkil qiladi. 13 ming kilogramm quyonlarni iste'mol qilgan bo'rlar massasi esa 1300 kilogrammga ortadi. Va bo'rlarning keyingi massasi esa 4300 kilogrammni tashkil qiladi. Endi bizaga quyonlar har biri 10 kilogramm o'simlik iste'mol qiladi deyilibdi. Demak, o'simlik hamda quyon. Har bir quyon 10 kilogramm iste'mol qiladigan bo'lsa, o'simlikni quyon massasi 1 kilogrammga ortadi. Bu degani bitta quyon 1 kilogrammga ortsa, quyonlarning ortgan massasi 7000 kilogramm edi. X teng 7000 ta quyon. Bu degani 7000 ta quyonning massasi 7000 kilogrammga ortgan. Har bir bo'rlar 10 kilogramm quyon iste'mol qiladi. Demak, quyon bo'rlar. Har bitta bo'rlar demak 10 kilogramm quyon iste'mol qilsa, bo'rning massasi esa 1 kilogrammga ortibdi. Bu degani bitta bo'ri 1 kilogrammga ortadigan bo'lsa, 1300 kilogramm bo'rlarning massasi, ya'ni nechta bo'rlarga to'g'ri keladi? 1300 ni 1 ga ko'paytirib 1 ga bo'lsa, demak 1300 ta bo'rlar. Bizga shartning oxirida konsumentlar soni qancha bo'ladi? Bilamizki, produsentga bu yerda o'simliklar, konsumentlarga quyonlar va bo'rlar. Demak, mana shu quyonlar va bo'rlar soni qanchani tashkil qiladi deyapti. Bizga 7000 ta quyon plus 1300 ta bo'r bo'lsa, jami konsumentlar massasi esa 8300 tani tashkil qiladi. Ikkinchi masalamiz DNK bo'yicha. DNK fragmenti o'rganilganda quyidagilar ma'lum bo'ldi. Purin asoslari soni timin nukleotlardan 2,5 marta ko'p. Va DNK ni chizib oladigan bo'lsak, adenin, timin, guanin, sitozin. Bu yerda endi adeninni x deb olsak, timinni ham x deb olamiz. Guaninni y deb olsak, sitozinni ham y deb olamiz. Endi purin asoslari soni timindan 2,5 marta ko'p deyilibdi. Bu degani x plus y adenin guanin soni taqsim x teng 2,5 marta. Va vodorod bog'lar soni 1950 tani tashkil qiladi deyilibdi. Bizaga vodorod bog'lar sonini topish uchun 2 ga ko'paytirib olamiz 2x, 3 ga ko'paytirib olamiz 3y. Nima uchun? Sababi guanin bilan sitozin orasida 3 ta, adenin bilan timin orasida esa 2 ta vodorod bog' mavjud. Bu degani 2x plus 3y teng 1950 tani tashkil qiladi. Mana shu tenglamani ishlasak, bizaga masalaning javobi kelib chiqadi. Birinchi tenglamani yaxlitib olamiz. x plus y teng x ni 2,5 ga ko'paytirsak 2,5x.
x larni bir tomonga o'tkazib olsak, y teng x bir tomonga o'tkazsak 1,5 x ga teng bo'ladi. Bu yaxlitlab oldik. Endi bizaga y'imiz 1,5 x ga teng bo'lsa, 1,5 x ni y o'rniga olib boramiz. 2x plus 3 ko'paygan 1,5 x teng 1950. Endi buni hisoblaydigan bo'lsak, 2x plus 3 ni 4,5 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 4,5 x teng 1950 tani tashkil qiladi. Ikkalasini qo'shib olsak, 6,5 x teng 1950. X'imiz teng 300 ga. Endi y ni topib olishimiz kerak. Y qanday topib olamiz? X'imiz 300 ga teng bo'ladigan bo'lsa, x ni o'rniga 300 ni olib boradigan bo'lsak, bizaga y'imiz 450 ga teng bo'ladi. Ya'ni 1,5 ni 300 ga ko'paytirsak, 450 tani tashkil qiladi. Bu degani endi bizaga adenin, timin, guanin, sitozin. X'imiz 300 ga teng 300. Y'imiz 450 ga teng. Yani 450. Bitta zanjirda nechta nukleot borligini topib olamiz. Ya'ni 300 ga 450 ni qo'shib olsak, 750 ta bu bitta zanjirdagi nukleotlar soni kelib chiqibdi. Endi bundan informatsion renka sintezlaydigan bo'lsak, bu degani 750 ta informatsion renkadagi nukleotlar soni. Informatsion renkada endi oqsil sintezlaymiz. Bitta aminokislota 3 ta nukleot kodlaydi. 750 ta x ni bo'ladigan bo'lsak, 750 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak, 250 ta bu nimani soni? Demak, oqsillarning soni kelib chiqadi. Endi bundagi 250 ni birdan ayirib tashlasak, peptid bog'lar soni kelib chiqadi. Bu degani 249 ta. 249 ta peptid bog'larda kilojolni, ya'ni energiyasini topmoqchi bo'lsak, bizga nazariyasi keltiryapti. Bitta peptid bog' uchun 160 kilojol energiya. Bitta peptid bog' uchun 160 kilojol energiya. 249 ta peptid bog' uchun x teng qancha energiya hosil bo'ladi? Bitta peptid bog' uchun demak 160 kilojol energiya bo'lsa, 249 ta peptid bog' uchun 39840 kilojol energiyani talab qilar ekan. 3-masala blastomerlar bo'yicha. Qora kalamushning tuxum hujayrasidagi avtosom va xromosomalar soni 20 ga teng bo'lsa, bilamizki, tuxum hujayra gaploid holatda bo'ladi. Endi tuxum hujayradagi avtosoma deyapti. Formulasi n-1. Demak, mana shu tuxum hujayrasidagi avtosom va xromosomalar soni 20 ga teng deyilyapti. Bu degani n teng 20 plus 1 bo'lsa, n teng 21 ga teng. Ya'ni tuxum hujayrasidagi xromosomalar soni 21 taga. Tana hujayrasidagi xromosomalar soni esa 42 taga teng bo'ladi. Endi bizaga embrionlar rivojlanishning maydalanish bosqichida hosil bo'lgan hujayralarda jami xromosomalar soni 10.752 taga yetgan bo'lsa deyilyapti va embrion necha marta meridian yo'nalish bo'ylab bo'lingan. Bilamizki, zigota bo'lingan vaqtda 2 marta meridional, keyin ekvatorial bo'linadi. Bizaga 10.752 ta blastomerdagi xromosomalar soni bo'lsa, buni bo'lamiz 42 ga teng. Javob 256 ga teng bo'ladi. Endi 256 ta bu nima soni desak, blastomerlar soni. Bizaga dastavval 2 marta meridional, so'ng ekvatorial meridional bo'linadi. Birinchisi 2 ta, 4 ta, 8 ta, 16 ta, ekvatorial bo'lingan vaqtda esa 32 ta, meridionalda 64 ta, ekvatorialda 128 ta hamda meridionalda esa 256 ta blastomer hosil bo'libdi. Va shunda bizga necha marta meridional bo'linibdi deganda
bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta. Demak, 5 marta meridional bo'linish kuzatilar ekan.